mush mehr muhabbat suslaşqan. Qarindoshlar orasidagi bir-birisiga bo'lgan mas'uliyat yo'qolgan. Demde bu mani yışığı tuşap ve pek konup kettik. Biz bu şu Göher Goşi filmimizni başlagan çağda taqtılınay toy qılbıqandı. Endi to'y qilib balinsi bizgichida, ma quchqimizda o'tirdi, opsi ishkirda navgetkil ketdi. To'xtamay terishyotdi. Vaqtlanim degan tiz o'tgan. Fanslar bizni unutib qolmagansizlar. Unutib qolmaydi, bekchiqlaringlar xat yozibsizlar, qachon oxirini chiqarsizlar deb. Acha esingdimi? Mushu boshlangan chaq Tunay bilan Mirzo dejib urishdi. Nurg'un, hozir o'ylab baqsam ne 100 yilni o'tkazib o'tgandek o'ylayman. O ishdan choycharim to'lib urushib ketganlari. Mirzo aytgan pulingni ilib olganlari. Bizdan dibadan, bizdan jubadan. Hozir oshitmayapman-da. Shukr shuncha yaxshi adam bo'lib ketgan. Osh balni o'zgarib hozir shunda obdan bo'lib kepanglaydigan bo'lib taqa ocham oshitpagidek bo'lib ketdi. Tunay hozir to'y qilib, pul so'lab, bir mas'uliyatning egisi bo'lib, hozir yana to'xtamay texnika o'stirib o'rganyapti. Uningdan boshqa achamning erini o'ngshib oldi. Ko'pchilik biz shu filmlarimizni hammanglar bek yaxshi ko'rdinglar. Eng yaxshi ko'rgan yerlaringlarni, sizlarga eng ta'sir qilgan yerlarni rasmga tortib yoki shu qismlarni inkas rayoniga bir yezib qo'ysanglar. Uningdan boshqa bizniki bu filmdagi opam mening opam shu, acham mening acham shu, bizning uydagi tuqqanlarning hammamiz shu. Lekin biz bu yerda yana bir o'g'li bola bor aslicha inimiz. Bu inimizni biz chiqarmagan, chunki u boshda filmga chiqishni qat'iy unutmagan. Keyin oraliqda tag'am qilib chiqarsak biz faqat tushunmadik buninggacha. Bizning filmda odatlik jubur yo'q, ham saxtlik yo'q-ku. Hammasi turmushimizdan ba'zilar asosan bizniki rol almashgan bilan hammasi beshimizdan o'tayotgan bo'lgan ishlar. Shunlashqa biz makin tag'am qilib chiqarsak o'zimizmi tushunmadik, chunki saxtlikmi? Biz men demislikqa yolg'on ishniki bijadan chinmas bijadan chinib turdi ekan. Shunga bizniki bu da Göher Goşi degan filmimizga yana qaytadan ash o'zimdan yana bir insni chiqargan holatda filmning eng sarxillari oxirida sizlarning huzuringlarda bo'ladi. Shunga endi bu filmni yo'llashimizning asosli sababi nima desanglar, birinchidan hozir mush mehr muhabbat suslaşqan. Qarindoshlar orasidagi bir-birisiga bo'lgan mas'uliyat yo'qolgan. Anandagi mana mushundaq ahvol qarta biz bek ön bo'lgan ekan. Biz bek bir-birimizga yaqin o'tgan ekan hammalar deydi. Bu Yeshilgör ilqi bir xil oilaviy korxona ekan. Bu oilada hammanglar bor ekansizlar, to'g'ri. Nurg'un odamlar urug' tuqqanlar bilan birga kelib ish qilolmaydi. Lekin biz mush acham, inim, uningdan boshqa singlim, hattoki bizning kujoqlimizdan asosan bir oilada hammasi mush shirkatni gullantirish, mush shirkatning taraqqiyoti uchun tang kuch chiqaryapmiz-ku. Endi masalan Tulunay Fukamning yo'ldoshi bo'lsa, mush filmlarni tortish, kesib ratlash, mush ishlarning hammani o'ziga iliqlagan burunda mush kasbni qiladi. Achamning yo'ldoshi bo'lsa-mu, hozir o'zining qilayotgan kiyim-kechak ishlari bor-da. Ayni o'zinglar bilsizlar setibetdi okslar. Uning yog'i oshmira so'g'a ish balla. Uning yog'i men shirkat kelib, yana mush bizga yaqindan yordamda bo'lib, davomli kuch beryapti. Mening yo'ldishim to'la chiqmaydi, to'g'ri. O'zining ayrim tijoratlari bor, lekin u keyingi sabda mush shirkat uchun butun kuch bilan terishyapti. Uningdan boshqa ham davomli sizlar ko'rmagan bir inim bor-da. Bu bodak Umaqfkan, bu Fkan ham buningdan keyin mush filmga biz bilan tang chiqib, endi biz texmi bakrak mush jamiyatimizdagi mush hamma odamga ravus bir oilaning mehr muhabbatini, qon qarindoshlikni biz mushunda bir targ'ilqi hammalarga bildirmoqchi va shuni his qildirmoqchi va bir mehr muhabbat taqatmoqchi. Unda olsa sizlar bizniki mush filmlarning ichida zodi qaysi taraflarimizni eng yaxshi ko'rdinglar? Achamning sizlar qaysi tarafini eng yaxshi ko'rsizlar? Mening qaysi tarafimni eng yaxshi ko'rsizlar? Tulnayning qaysi tarafini eng yaxshi ko'rsizlar? O'zinglarning eng yaxshi ko'rgan taraflaringlarni Penglin rayoniga yezib qo'yasizlar billar. Bizga bo'lgan taklif fikrlaringlar bo'lsa, davomli holatda berishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Biz shu 2025-yil nurg'ulga utuqlarga, nurg'un natijalarni qozondik. Hammanglar qo'llab berdinglar. Chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bizni yaxshi ko'rganinglardimi biz bak xush bo'ldik. Buningdan keyin eng sarxil filmlarimiz bilan, eng haqiqiy chin bo'lgan filmlarimiz bilan sizlarning turmushingizga yana bir ma'naviy zo'q ato qilishni bekmo umid qilamiz.